Mening ismim Anvar. Yoshim 24 ta. Oilada 2 farzandmiz. Men va opam, Nodira opam 43 yosh. Farzandli eri bor. Xullas, opam biznikiga mehmonga keldi. Uyimizda hech kim yo'q edi. Nodira opam bilan ko'rishib uyga kirdik. Nodira opam dushga kirib ketdilar, orqalaridan poylab. Ne ko'z bilan qarasam, opam bir arqon olib o'zini osmoqchi bo'lyapti. Nima qilishimni bilmay, eshikni bor kuchim bilan itardim. Eshik qulf ekan. Opam suvni ovozi bilan meni eshitmadi. Axir eshikni buzib ichkariga kirib, opamni to'xtatdim. Opam qarshilik qilib dod solib yig'lar edi. Uni dushdan amallab olib chiqdim. Nega bunday qilganini so'radim. Aytmadi. Bolasi borligini aytib unga tanbeh bergan edim. Hammasini gapirib berdi. Ota-onamiz erta vafot etganlari uchun kech turmush qurdim. Seni uylantirib, keyin o'zim tinch yashamoqchi edim, lekin sen yo'q deb meni turmushga berding. Erim kimligi bilan obdon qiziqmadik. Shunchalik mendan bezor bo'lgandingmi deb yig'lab gapirardi. Men tushuntirib gapiring axir, nima gap o'zi deb so'radim. Shunda opam, pochchang narkoman ekan. Meni ham har kuni u bilan birga narkotik moddasini qabul qilishimni xohlaydi. Qarshilik bildirsam qo'liga tushgan narsa bilan uradi. Amallab uni aldardim. Keyinchalik u uyga har xil ayollarni olib kela boshladi. Hayotim battar zaharga aylandi. 1-2 marta yo'lini qila olmaganman. Narkotik qabul qilganman. Hozir erimdan zo'rg'a qochib keldim. Bolamni allaqachon bir nima qilgandir. Buni ko'rganimdan o'lganim yaxshi deb faryod chiqardi. Men opamni narkotik qabul qilganidan jahlim chiqardi. Shunda o'zimga kelib darrov ichki ishlar xodimlariga qo'ng'iroq qilib, ularni chaqirdim. Opam unday qilma, pochchang seni o'ldiradi deb yolvorib yig'lar edi. Nahotki inson shunchalik yovvoyi hayvondek qutursa? Biz qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirmadik. 2-3 kunlab ovqat yemagan kunlarimiz bo'lgan. Nahot opam yana shuncha azoblarga chidadi. Inson chindan sabr qilsa va yaratganga ishonsa, hammasi yaxshi bo'lishi aniq. Bizga ham mana shunday yaxshi kunlar keldi. Ichki ishlar xodimlariga barcha bo'lgan ishlarni aytib, pochchamni ularga topshirdik. Opamni esa davolanish uchun o'sha vaqtni o'zida shifokor huzuriga olib bordim. Mana hozir Allohga ming shukrlar bo'lsinki, sog'ayib mening to'yimga harakat qilyaptilar. Jiyanim esa bog'chaga chiqyapti. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, hech qachon o'z yaqinlaringizdan e'tiboringizni, mehringizni darig' tutmang. Siz ularga keraksiz va ular ham sizga kerakliklarini ularga aytib turishni unutmang.